Men Rajapov Zahidjon Madrahimovich Uzcom nazorat inspeksiyasi tizimida ko'p yillardan buyon ishlab kelmoqdaman. Bugungi kunda mazkur inspeksiyaning Xorazm viloyati hududiy bo'limida boshliq lavozimida ishlab kelmoqdaman. Mazkur inspeksiyada faoliyatim davomida axborot kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalar sohasida qonunchilik talablariga rioya etilishini nazorat qilish orqali foydalanuvchilarga sifatli aloqa va raqamli xizmatlarni ko'rsatilishini ta'minlab, sohaning rivojida o'z hissamni qo'shishga harakat qilib kelmoqdaman. Men davlat xizmatida ishlashni tanlashimga asosiy sabablardan biri jamiyat va davlat rivojiga o'z hissamni qo'shish, jismoniy va yuridik shaxslarning qonuniy manfaatlariga xizmat qilish va ularning muammolarini hal etishda ishtirok etish hisoblanadi. Davlat xizmatchisi bo'lish katta mas'uliyat, fidoyilik va halollikni talab qiladi. Chunki bu faoliyat xalq manfaatlariga xizmat qilish, vazifalarni vijdonan bajarish va doimiy adolat talablariga sodiq qolishni talab qiladi. Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasidagi nazorat fuqarolarga sifatli aloqa va raqamli xizmatlarni ko'rsatilishini ta'minlaydi. Axborot xavfsizligini mustahkamlaydi hamda iste'molchilarning huquqlarini himoya qiladi. Davlat xizmatida ishlashni istagan yoshlarga avvalo bilim va malakalarini muntazam oshirib borishni, mas'uliyatli va halol bo'lishni hamda eng muhimi xalq manfaatlariga xizmat qilishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yishlarini tavsiya qilaman. 23-iyun Davlat xizmati kuni munosabati bilan barcha hamkasblarimizni samimiy tabriklagan holda barcha davlat xizmatchilariga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, saodat, mas'uliyatli va sharafli ish faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Yurtimiz ravnaqi va xalqimiz farovonligi yo'lidagi xizmatlaringizda omad doimiy hamrohingiz bo'lsin.